Kelin, hoy kelin. Labbiy oyijon. Nima bu ahvol, ha? Idishlarni men yuvishim kerakmi? Hozir oyijon yuvib qo'yaman. Tezlashing. Voy. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Uyingizda ko'rmagansiz-da bunaqa narsalarni buzishingiz kerak. O'rgildim sizdagi farosatsizdan. Oyijon, bugun nima ovqat pishiring? Mayda qilib chuchvara tuging. Voy. Oyijon, kecha ham xamir ovqat pishirgandim-ku. Menga qarang, kerak bo'lsa har kuni qilasiz, tushundingizmi? Xo'p. Voy, mana dangasani yotishini o'rningizdan nima qilib yotibsiz? Bilmasdan ko'zim ketib qoldi. Hamma ishlarimni qilib bo'lganman, oyijon. Ishingiz tugadimi? Qani oldimga tushingchi, men sizga ish topib beraman-da. Menga qarang, kraskasini ko'chiradigan narsa dartmayapsizmi? Yo'q, unaqa narsa dartmayapman, oyijon. Uyingizda bunaqa narsalar bo'lmagan deb bilmaysiz-a. Ayab ishlating. O'g'ri tomoq, nima qilib kechasi narsa pismayib yeb o'tiribsiz-a? Oyijon, yegim kelgandi. Menga qarang, bu mehmonlarga qo'yiladigan narsa olib qo'ying. Kelin. Labbiy oyijon. Qizim, shu yerda idishlarni yuvib qo'yasizmi? Xo'p bo'ladi, hozir yuvib qo'yaman. Baraka toping. Voy, voy. Qo'yavering. Voy, xijolat bo'lmang. Mana shdagi narsalarni o'rganib olsangiz bo'ldi. Mana boshda kelganda rosa tushunmaganman shuni. Xijolat bo'lmang, qizim. Oyijon, bugun nima ovqat pishiring? Qizim, 2 kundan beri xamir ovqat qilasiz. Bugun yengilroq, osonroq ovqat solib qo'ying. Xo'p bo'ladi, oyijon. Kelin. Qizim. Voy. Kechiring, oyijon, ko'zim ilinib qopti. Xijolat bo'lmang. Undan ko'ra xonangizga chiqib dam olib oling, bora qoling. Rahmat, oyijon, xo'p. Hormang, qizim. Shunaqangi toza qilib yaltiratib tozalab qo'yibsiz, yashang. Rahmat, oyijon. Baraka toping. Kelin. Voy, choy ichyotirmadingiz? Yoqimli ishtaha. O'tiravering. Keling siz ham, oyijon. Bo'ldi, qaynona kelin bir suhbatlashib choy ichaylik-chi. Xo'p bo'ladi, oyijon, keling o'tiring. Xo'p.